هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Saba tefsiri 18. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Saba suresi 18. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ular bilen biz bereketli kılgan kışlaklar arasında görünüp turadigan tutuşup ketken nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Ular arasidagi mengishni o'lchamli qildik. Ya'ni safarda yemek-ichmak elib olmasimi bo'ladigan atigan chiqqan yo'lovchi tushda bir o'tanga yetib borsa, kechda bir o'tanga yetib boradigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechilarda va kunduzlarda tinch amon meninglar. Ular Rabbimiz safarlarimiz arasini, ya'ni o'tanglar arasidagi musofirni yiroq qilgin dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularni biz keyingi kishilarga cho'chaq qilib qoldirdik. Ularni terapisin qilib o'tdik. Buningga har bir baloga sabr qilguvchi, ne'matga shukr qilguvchi uchun nurg'un ibratlar bor. Saba qabilasining ticareti ve onun vayron bo'lishi to'g'risida Allah Teala bu oyatlarda ularga berilgan turlik nozu ne'matlarni, xo'shal xo'ramliqni, tanlariga rohat bag'ishlaydigan farovon turmushni, kengri yurtlarni, xotirjam turalg'i joylarni, qo'yiq daraxtzorlik, ekinzorlik va mevalik bog'lar bilan purkinib bir-biriga tutishib ketgan yezi qishloqlarni tilga ilib o'tadi. Ulardan birasi safar qilsa, oziq-tulik va suv ilib olish hojatsiz edi. Balki u qayerga tushsa, shu yerda suv va mevalarni shirtatdi. Bir yezida tushlik aram olsa, yana bir yezida qo'nib qolatdi. Ular yo'l yursa, ular tushishga ehtiyojli bo'lgan musofirlarda yezilar tepilatdi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ular bilan biz her bereketlik qilgan qishloqlar arasida Mujahid, Hasan, Said ibn Jubayr, Malik, Qatada, Zahak, Suddi, ibn Zayd ve başqalar mundaq dedi. Bu ayette deyilgan qishloqlar degan so'zdan Sham qishloqlari ko'z tutildi. Ular Yemendan Shamga ko'rinib turadigan bir-biri bilan tutishib ketgan nurg'un yezi qishloqlar arasida safar qiladi. Avfi ibn Abbas'tan rivayet qilib mundaq dedi: bereketli qilingan qishloqlar Beytul Muqaddas zaminlaridan iboratdir. Ko'rinib turadigan tutishib ketgan nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Musofirlar qishloqlarni osonla to'nib oldi. Ular birida tushlik aram olsa, yana birida qo'nib qoldi. Ular orasidagi mengishni o'lchamli qildik. Yani seferde yemek-içmek eli olmasın bo'ladigan atigan chiqqan yo'lovchi tushda bir o'tanga yetib borsa, kechda bir o'tanga yetib boradigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechilarda va kunduzlarda tinch amon meninglar. Yani ular kech kunduz xotirjam yo'l mang'alaydi. Ular Rabbimiz safarlarimiz arasını, yani o'tanglar orasidagi musofirni yiroq qilgin dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularning o'zlariga zulm qilishi İbn Abbas, Mujahid, Hasan ve başkalarının aytgandek
ularning bu ne'matga tuzgurlik qilib safar musofasini besish uchun oziq-tulik at uloq bo'lmasa bo'lmaydigan oftobda chanqigan yirtqich hayvonlardan va bulangchilardan qo'rqqan holda mangadigan sahrolarni va qumliqlarni yaxshi ko'rganligidan iboratdir. Ularni biz keyingi kishilarga cho'chak qilib qoldirdik. Ularni terapisin qilib etdik. Ya'ni ularni biz kishilarga eg'izlaridan tushirmaydigan cho'chak va hikoya qilib qoldirdik. Ularni Alloh taolaning qandoq barbod qilganligini ular do'stona va xotirjam turmush kechirayotgan chaqda Alloh taolaning ularni qandoq teripayron qilib o'tganligi haqida kishilar so'z cho'chak qilishdi. Ular bu yoqdagi yoq yurtlarga chechilib ketdi. Shunga Arablar bo'linib ketgan qavmga misol keltirsa, Saba qabilalari bo'linib ketdi, 5 qaygan tarafga ketishdi deb misol qilishdi. Buningga har bir baloga sabr qilguvchi, ne'matga shukr qilguvchi uchun nurg'un ibratlar bor. Ya'ni ularning kufrlik va gunoh ishlarni qilganligi uchun ularni jazolash yuzidan ularga tushgan bu azob oqibatda ularga berilgan ne'matlarni xotirjamlikni o'zgartishda har bir musibatlarga sabr qilguvchi, ne'matlarga shukr qilguvchi banda uchun nurg'un ibratlar va dalil paketlar bor. Imom Ahmad Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Alloh taolaning mu'minga chiqargan hukmidan hayron qoldim. Agar uningga biror yaxshilik yetsa, u Robbiga hamd aytadi va shukr qiladi. Agar uningga biror yomonlik yetgan taqdirdimi, u Robbiga hamd aytadi, yetgan yomonlikqa sabr qiladi. Mo'minga har qanday ishda, hatto ayolining og'ziga selib qo'ygan bir tishlam yemeklikdimi savob berildi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mu'minning ishiga hayronman. Alloh taolo ularga biror hukm qilsa, u hukm uning uchun faqat yaxshiliklar ilib keladi. Agar uningga xo'shal-xuramlik yetsa, u Alloh taologa shukr qiladi-da, bu uning uchun yaxshilik hisoblandi. Agar uning beshiga biror mushkulchilik kelsa, u uningga sabr qiladi-da, bu uning uchun yaxshilik hisoblandi. Xo'shallikmi, mushkulchilikmi, yaxshilikqa aylanish faqat mu'min uchun bo'ladi. Subhanalloh. Buningga har bir baloq sabr qilguvchi, ne'matga shukr qilguvchi uchun nurg'un ibratlar bor. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada Mutrifining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ne'mat berilsa shukr qiladigan va beshiga kun kelsa sabr qiladigan sabrchan, ne'matga shukr qilguvchi banda nima degan yaxshi banda, ha? İblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. İblisning ular, ya'ni ergash kuchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilish faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltiruvchilarni bilib bilishimiz uchundir. Rabbing hamma narsani kuzatuvchidir. İblisning kafirlarni ozdirib etishdan iborat gumonini ishga oshirishga urinishi to'g'risida. Alloh taolo Sabaning qissasini ularning havoyi havasga, shaytonga ergashganlik uchun yomon oqibatga qolganligini bayon qilgandan keyin
ularning va ularga o'xshash o'z xohishiga va iblisga ergashgan to'g'ri yo'lga va hidoyatga qarshilik qilganlarning holidan xabar berib mundoq deydi. İblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalar bu oyatning mazmuni Alloh taolaning İblisning Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortgan chog'dagi so'zini xabar qilib keltirgan tövendiki oyatlarga o'xshashdir dedi. Menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumu? Agar men qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yıldızdan qurutuydiman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngidan, solidan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qiluvchilar emasligini ko'rsan. Bu vaqtda nozil bo'lgan oyatlar nihoyat ko'pdir. İblisning ular, ya'ni ergash kishilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilish faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltiruvchilarni bilib olishimiz uchundir. Ya'ni bizning iblisning ergash kishilarga vasvasa qilg'uchi qilishimiz faqat qiyomatga uning cho'qim bo'ladiganligiga, uningdagi hisob va jazo mukofotga ishonadigan dunyodagi chig'ida g'olib va buyuk Robbiga yaxshi ibodat qiladigan odam bilan qiyomatda shak keltiradigan odamning ishining oshkorlanishi uchundir. Rabbing hamma narsani kuzatkichidir. Ya'ni Alloh taolo kuzatib turug'liq ozg'anlar iblisga ergishib izib ketdi. Alloh taolaning hidoyat qilishi va qo'g'dishi bilan azg'unlikda salomat qolganlar bo'lsa, payg'ambarga ergashgan mu'minlar bo'ldi. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qarg'ininglarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarra chog'liq narsaga ega bo'lolmaydi. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech sherikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. Alloh izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Shafaat qilguvchilarning dillaridan qo'rqinish ko'tarilganda, ular ondan ba'zisiga Rabbinglar shafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi. Ya'ni mu'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Alloh yuksakdir, kattadir. Mushriklarning ilahlarining ojizligi to'g'risida Alloh taolo bu oyatlarda o'zining yolg'iz, tanha va hamma uningga muhtoj bo'lgan bir iloh ekanligini, uning hech tangdishi va shirki yo'qligini, balki u barliq ishda o'z yolg'iz mustaqil hukm chiqaradiganligini, hech kimning uningga shirik bo'lolmaydiganligini va qarshi chiqolmaydiganligini bayon qilib mundaq deydi. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qarg'ininglarni chaqiringlar. Ya'ni Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan ilohlaringlarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarracha narsaga ega bo'lolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar qilchilik narsaga ega emas. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech sherikchiligi yo'q. Ya'ni ular hech narsaga mustaqil yoki sherikchilik yo'li bilan ega bo'lolmaydi. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. Ya'ni
Allah Teala işlerini idare kılışta bu şerik keltirilgen şeriklerden hiç bir yardımcıya muhtaç olmaydı. Belki bütkül insanlar onun muhtaçdır ve onun koludur. Allah izni bergen adamdan başka Allah'ın dergahida şefaat paydı vermeydi. Yani Allah Teala'nın kattılığı, büyüklüğü ve çoğunluğu aldıda hiçbir adam Allah Teala'nın dergahida birer nesigi şefalık kılışka cüret kılanmaydı. Fakat onunla Allah Teala şefaat kılışka izni bergenden keyinla ondan şefaat kılalaydı. Bu vaqtda Allah Teala mındaq deydi. Allah'ın ruhsatisiz kim mu Allah'ın aldığı şefaat kılalısın. Osmanlarda nurgun periştiler bulup bularning şefaati hiç nesiga asqatmaydi. Fakat Allah o'zi xohlagan ve razı bo'lgan odamga şefaat qilishga ruxsat qilsa, ondan ularning şefaati asqatadi. Ular Allah razı bo'lganlarga şefaat qiladi. Allah'ın heyvesinden titrep durdu. İmam Bukhari ve Müslim rivayet kıldı ki Adem ballarının içinde en hürmetlik ve Allah Teala'nın aldığı en kat şefaat kılgıcı insan Peygamber Aleyhisselam'ın bütün insanlığa ulanın Rabbi kelip hüküm çıkarışını tilep şefaat kılışı için medihinlendiğin orunga yani şefaat makamıga turgan çağdaki ahvalını bayan kılıp mındaqtaydı. Şu vaqtda Allah Teala'ga secde kılıman. Allah Teala meni öz xalagan müddetkiçe secde kılgan altımda koydu. O bana muşu vaqtning özüde men sanab bolalmaydigan derecede güzel medhilerini, maqtaşlarını ilham arqılıq bildirdi. Yani men medhile bilen Allah Teala'nı medhileymen. Ondan ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşiğini kötür demekçi boğununu digin red kılınmaysan tilginin berilidi. Şefaat tilgin şefaat kılış hukuka erişsen değildi. Yani o Mesruq ve başkalar bu hem yukarı mertebelik orundur. Allah Teala vahiy qilsa osmonlardagilar Allah Teala'nın sözünü Allah Teala'dan korkup xuddi ularga ölüm kelgandek titrep turishib ketadi. Titrep turishib anglaydi dedi. İbn Abbas ve İbn Ömer radıyallahu anhumla Ebu Abdurrahman Selami, Şa'bi İbrahim, Nakhai, Zahhak, Hasan ve Katade qatarlıqlar bu ayet hakkında mundaq deydi. Yani ularning dillaridan qo'rqinish ketganda ularning ba'zisidan Rabbimiz nima dedi deb so'raydi. Ondan arshni ko'tarib turgan farishtalar yenidikilarga Rabbining degan so'zini xabar qiladi. Ondan arshni ko'tarib turgan farishtalardan anglagan farishtalar anlaganlarını özlerinden bir qavat ostida turgan farishtalarga xabar qiladi. Bu xabar shu yo'sinda yetkazilib, birinchi qavat osmondagi farishtalarga yetib keladi. Ular javoban haqni dedi, ya'ni mu'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Ya'ni ular Rabbining so'zini uningga ortiq kam qilib qo'ymay, o'z beticha xabar qiladi. Allah yüksektir, kattıdır. İmam Bukhari bu ayetning ma'nosi haqida Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala osmonda bir ishga hukm qilsa, farishtalar Allah Teala'nın so'ziga bo'ysunadiganligini bildirib, qo'rqinidan qanotlarini qoqadi. Uningdan go'yo siyliq toshga urilgan zincirning ovozidek ovoz chiqadi. Ularning dillaridagi
qo'rqinish ketganda ba'zisiga Rabbimiz nima dedi deyishidi. Rabbining so'zini anglagan farishtalar so'ragan farishtalarga haqni dedi, Allah yüksekdir, kattadır deydi. Shuning bilan Allah Taoloning nima deganligini o'g'irliqcha tanishuvchi jinlar anglab oladi. O'g'irliqcha tanishuvchi jinlar mana mushundaq ba'zisining ustida bo'ladi. Bu hadisni rivoyat qilgan kishilardan biri bo'lgan Sufyan qo'lini qancha qilib barmoqlarini araj qilib ko'zitib turib, qo'lini yancha qilib barmoqlarini araj qilib ko'zitib turib, Payg'ambar alayhisalomning mushundaq ba'zisining ustida bo'ladi degan so'zini harakati bilan bayon qilib berdi. Shundaq qilib o'g'irliqcha anglag'uvchi jin Allah Taoloning so'zini anglaydi. Uni o'zining ostidagi jiniga yetkazadi. Ondan u bu so'zni o'zining ostidagi yana bir jiniga yetkazadi. Bu so'z toki sehrgar yoki rambolning tiliga jinlar orqali yetkaziladi. Ba'zida u so'zni sehrgar yoki rambolning tiliga yetkazishdan ilgari jinni ko'ydiruvchi yulduzlar u jinni ko'ydirib tashlashi mumkin va ba'zida yulduz jinni ko'ydirib tashlashdan ilgari u anglab olgan so'zni sehrgar yoki rombalaga yetkazib bo'lishi mumkin. Shuning bilan sehrgar yoki rambal u so'zga 100 yolg'onni qo'shib kishilarga so'zlaydi. Kishilar u bizga faloni kuni mundaq degan emasmidi? U degandeklar ish bo'ldi-ku deyishib, osmondan anglab olingan shu bir eg'iz haq so'z bilan u sehrgarga yoki rambalga ishinib ketadi. Bu hadisni Imom Abu Davud, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Alhamdulillah, yuqorida Sura Saba tafsiridan 23-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.